Bloger Bobur Mansurov Antaliyada oilaviy dam olayotganini odamlarga ko'rsatdi. Bloger Bobur Mansurov syomkalar qildi, Antaliyada dengizlarda cho'milayotganliklarini ko'rsatdi va u akvateatrmi, nima teatrda ham cho'milishini aytdi. Bloger Bobur Mansurov Antaliyani juda ham havosi zo'rligini, u yerda mazza qilib dam olish kerakligini aytib o'tdi. Bloger Bobur Mansurov gostinitsada kechalari ba'zan mamlaqanga shoular bo'lishiga besh ketdi. Bloger Bobur Mansurov nariyada bo'sh yurmadi, kontentlar ham olib turdi. Bloger Bobur Mansurov baseynda, villada joylashganligini, mazza qilib cho'milayotganligini do'stlarga aytdi. Asia Lux Travel'dan tur olib, O'zbekiston havo yo'llaridan Antaliyaga primoy reys Samarqand Antaliya qo'yilganligini ham ko'rsatib o'tib ketdi. Bloger Bobur Mansurov gostinitsasini chiroyliligini, hashamatliligini ham ko'rsatdi. Bloger Bobur Mansurov mazza qilib dam oldi. Siz qachon dam olasiz?